Bugun universitetimizga Farg'ona viloyati adliya bo'limidan mutaxassislar kelishdi. Mutaxassislar bizga juda ham muhim ma'lumotlar berishdi. Bugungi seminarda men o'zim uchun juda ham muhim ma'lumotlarni oldim. Kontrafakt mahsulotlarini men uncha ko'p farq bilmas edim. Ular bizga muhim ma'lumot berishdi, anglab oldik. Men bugungi seminardan kontrafakt mahsulotlarini farqlashni o'rgandim. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining tashabbusi bilan kontrafaktsiz oylik dastur o'tkazilmoqda. Mazkur dastur doirasida oliy ta'lim muassasalarida intellektual mulk huquqlarini himoya qilish hamda kontrafakt mahsulotlarga qarshi kurashish mavzusida seminar trening o'tkazish belgilangan. Bugun Qo'qon universitetida mazkur tadbir o'tkazildi hamda talabalarga intellektual mulk huquqlari tushunchalari, kontrafakt va original mahsulotlarni farqlash va o'zaro tafovutlari to'g'risida tushuntirishlar berildi hamda patentlash yuzasidan alohida ko'rsatma va amaliy yordamlar ko'rsatildi.